Assalomu alaykum. Spesiyatkalarimiz kelgan yangi partiya spesiyatkalarimiz 120 lik bo'ladi. Ikkita qatorlik bo'ladi, ikkita parrakli bo'ladi. Mana bu tegidagi parragi ingichka parrak, mana bu qalin parrakdan bo'ladi. Bularning oyoqlari 5 ta oyoq bo'ladi, yonida stoykasi bo'ladi. Stoykasi nima uchun kerak? Stoykasi chirmashgan bedalarni o'rib ketish uchun kerak bo'ladi. Xo'p. Balonlar o'zini original shiroki balonlari bilan jihozlangan. Motorlari 177 lik original o'zini zavodskoy motorlari, vozdux filtrlari massivniy vozdux filtr bo'ladi. 9 ot kuchiga ega bo'ladi, 177 motor. Motordan korobkaga harakat remen orqali bo'ladi. Remen orqali bo'ladi. Xo'p. Bularda oldiga ikkita skors bo'ladi. Birinchi skorsi, ikkinchi skorsi orqaga bitta skors. Xo'p. Bular turgan joyda 360 gradusga bemalol buriladi. Turgan joyda 360 gradusga buriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu spesiyatkamizning narxi $1250 bu spesiyatkamizning narxi. Men bu yerda 3-qator sheplik variantida bor. Bu 2 metrdan oshiq bo'lgan, uzunligi baland bo'ladigan o'tlar uchun, jo'xorilar uchun bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Sababi ustiga jo'xorilar ustiga odam ustiga yiqilib ketmasligi uchun, motoblokning ustiga yiqilib ketmasligi uchun qo'yilgan bu 3-qator sepi. Buni narxi $1330 bo'ladi. Bu varianti $1330 va dollar bo'ladi. Bu varianti $1250 bo'ladi. Skladimiz Toshkentda, Sobir Rahim Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 94lik 140 08 08, 97lik 782 0755.